Assalomu alaykum. Trakka ba'zida tortishga to'g'ri kelib qolgan paytda oldida bunaqa joyda uligan narsasi bor. Freightliner-niki mana Volvo'niki ham Freightliner-niki hammasiniki bo'ladi o'zi. Shuni hozir ko'rsatmoqchiman. Bu Freightliner kapotining ichida ba'zida ichkarida ham bo'lishi mumkin ishlatilgan bo'lsa. Mana bu narsani. Mana bu narsa faqat mana bu boltini yechiladi. Mana hozir ba'zi haydovchilar bolt yechishga agar kuch bo'lmagan bo'lsa, demak, ishi qiyin. Har bitta haydovchi o'zining kuchini olish kerak. Demak, mana buni yechgandan keyin mana buni tepaga qilib oldi mana. Mana shunaqadan ikkita. Ba'zida Freightliner naryoq tomonda bo'ladi, ba'zida bu yoqda yoki ishlatilgan bo'lsa olib ichkari qo'yib qo'yishadi. Demak, hop, buni qanaqa ulaydi? Freightliner sal boshqacharoqda. O'shani ko'rsatmoqchi edim. Xo'p. Mana. Buni qo'ygandan keyin bosib itarib turib o'ngga buradi. Mana. Yechayotgan paytda ham xuddi shunaqa. Bosib turib xuddi kaltni buragandek. Mana buradim. Mana mashinadan tortsa bo'ladi. Agar bilmaganlar bo'lsa, shuni bilmagan trak bilan bog'liq bugungi kunda ishchi bilmaganlar juda ham ko'pchilik tashkil qiladi. Shuning uchun iltimosim har bitta narsani mana bu ko'pincha mana buni ichiga solib qo'yiladi-da, ishlatilgan bo'lsa. Shuning uchun o'zini joyi, lekin mana bu. Buni hozir yechib qotirish kerak edi. Endi tools bo'lmagan haydovchilar qiynaladi. Joyiga bunda qo'yib qo'ya qolib, qo'yiladi yana buni. Bo'ldi. Qotirib qo'ymasa tushib ketib qolishi mumkin. O'shani aytib o'qmoqchiman. Bilmaganlar bo'lsa aytib qo'yarsizlar.